Assalamu alaykum, hörmətli qərindaşlar. Həmmimizə məlum olduğundan vətən içində Xitay təcavüzçü hakimiyyəti 70 ildən bu yıl özünün dövlət aparatlarını işğal silib, ata-bobolarımız dəfn qılınğan əziz torpaqlarımızda qərindaşlarımızı xalığanca dəbsəndə qılıb, bizni bir millət sübutida yoxutuşunun irqi qırğınçılıq planını vəhşilərcə icra qılıb gəlməkdə. Vətən sırtida bolsa, hər qaysı dövlətlərinin Xitayğa mayil siyasi yönlərindən yoki özümüzün içindəki bir qism dövlətçilik ini aciz, iradəsi boş, pul və hüququ amraq, həsədxor, atanmış davaçılardan faydalanıb, chet eldəki neçə milyon Uyğur qərindaşlarımız arasıga üzlüksüz ziddiyet silish, üzlüksüz fitne fasad tarqitish, qo'rqoq silib vahima paydo qilish orqali Qarindoshlarımızning bir bayroq ostiga yig'ilib Xitoy tajovuzchilariga qarshi bir qudratli kuchga aylanishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Bunun en tipik, en yeni misali Türkiye'de turuşluk Sid Tarançı efendiminin yakında bir aşxanaga özünün ailesi ve yakınlarını çağırıp özün özü Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin prezidenti dep ilan kılışı ve kılçı yüklenmesinden özünü birdemlik bolsumu heyvetlik göstüş ve çıkırak iyane ve pul yığıbiliş için 15'e yakın davaga samimiy qarindoshlarımızın ismini ularning ruxsatisiz da xalagancha ishlatib, xalagan vazifalarga tayinladi deb xalqni aldigan va qarindoshlarımızning nomiga og'ir darajada dog' tekkizgan. Men Seyit Taranchi efendimning bu buzg'unchilik harakatini anglab nihoyatda afsuslandim. Lekin cho'nglarning ziyonning naridan yansa payda degan gapi bo'yicha darhol ular bilan aloqalashib, ularni bu yomon niyatidan yondirib, ziyonni azaytishga tirishdim. Lekin ular mening chaqirig'imga bir eg'izmi javob bermay jim turib oldi. Shu vajidan bugun bu ochiq xatni e'lon qilishga majbur bo'ldim. Şərq Türkistan sürgünde hükümet asasi kanununda prezident sayılımı her 4 yılda bir qitim 12-13 noyabr günleri elip berildi dep aniq belgilengendi. Sırt xuddi Türkiye Cumhur Reisi sayılımına okşaş, eğer birinci qitimlik saylamda hiçbir kandidat 50%'den yukarı avazga erişelmese, o halda en yukarı avazga erişken iki kandidat tanlap bilinip, ikinci qitimlik saylamga qatnaştırıldı deb bekitilgan. Hammaga ma'lum, birinchi qitimliq saylamimizda hech bir kandidat 50%dan yuqori ovozga erisholmadi. Shu sababdan ikkinchi qitimliq saylam bir kundan keyin ilib berildi. Ikkinchi qitimliq saylamda Seyit Taranchi efendim 44% ovozga, Nurgul Saud xonim 56% ovozga erishib, Nurgul Saud xonim prezident bo'lib saylandi ve saylam komisyonu ve parlamentki qarindoshlarımızın oldida qasam berib vazifasini topshirib oldi. Saylam oxirlashgan bu 2 oydan beri prezident Nurgul Saud xonimning yetakchiligida har jihatdagi xizmatlar nihoyat yaxshi elib berilgandan sirt oxirgi 2 hukumatni birlashtirish ishlarimi nihoyat jiddiy tutib ishlandi. Navbatda bizni nihoyat xush qiladigan bir kısım ziyalilerimiz ve yaşlarımızın bu hükümetlerini birleştirici hizmetlerine aktif katlaşıp bir kısım emeli mühim işlerini elip verivatkanlığı. Seyit Taranchi efendim gerçekki parlament azası buluş ve saylamdan burunqi 2 qitimliq münazara jarayonida qayta Allah ve milletinin namı bilen qasam qilib Mağlup bolsammı milliy birlikni qat'iy qo'g'dayman, qo'limdan kelishicha millat uchun ishlayman deb bergan qasamini bu buzg'unchilik harakati bilan butunlay yo'qqa chiqardi ve özünün abdi beşersini aşkarladı. Seyit Taranchi efendim öz qasamini buzub lavzida turmayla kalmasdan en yamini u yer bu yerde xalığancha Allah'ın namida Kur'an tutup qasam berishni boshqalarni aldashning usuliga aylantirib oldi.
İşinimenki Seyit Tarançı Efendim'nin bu buzgunçılık hareketi vatandaki 35 milyon kan yığılab yürüvatkan mazlum halkımızın menfaatiga, rizqiga, haqqiga ağır ziyan salganlıktır. Biz mustaqilligimizni asliga keltirishni bir kun bo'lsa-mu baldur amalga oshiramiz deydiganmiz. Biz oldi bilan kuchli davlatlar e'tirof qiladigan shaklda, ya'ni demokratik usulda bir bayroq ostiga uyushishimiz, bir cho'ng kuchga aylanishimiz kerak. Unda qilmay har birimiz o'z oldimizga oila saylami o'tkazib, to'rt tal odamni kaynimizga silib olib, o'zimizni ish qilayotgan qilib ko'rsatishga urinsak, u holda faqat va faqat Xitoyning bizni millat sifatida yo'qotishga vaqt va fursat yaratib bergan bo'lamiz xolos. Men oxirida Seyit Taranchi apandimdan tuvandagi uch narsani talab qilaman. Birinchisi, menga oid barliq uchurlarni o'zining buzg'unchilik guruhi materiallari ichidan elib o'tishni, o'chirib o'tishni talab qilaman. Ikkinchisi, men va boshqa qarindoshlarimizning nomini setib, yiqqan iyona pullarni egillariga yondirishni talab qilaman. Uchinchisi, men va boshqa qarindoshlarimizning nomini bulg'ab, obro'yimizga ig'ir daxl taruz qilganlik uchun keng Uyg'ur xalqi oldida oshkora kechirim so'rashini va buzg'unchilik harakatini darhol to'xtatadiganligi haqida va'da berishini talab qilaman. Agar Seyit Taranchi apandim bu talablarni darhol ijro qilmasa, Turkiya hukumati Ichki ishlar ministrligiga Seyit Taranchi apandim va doktor Abdurimjon apandim turishliq rayondagi hukumatga, masjid imomlariga, jut cho'nglariga birlashma imzoli xat yo'llab, ulardan bizning bu talabimizning o'rinlashishi uchun yordam qilishga e, chaqiramiz va talab qilamiz. Qarindoshlarga rahmat.